100 yil o'tgach, 2126-yilda barchamiz yaqinlarimiz va do'stlarimiz yoniga qo'yilgan bo'lamiz. Biz shuncha mehnat qilib qurgan uylarimizda esa begona odamlar yashaydi. Bir paytlar qadrli bo'lgan narsalarimiz boshqalarga beriladi, tashlab yuboriladi yoki vaqt o'tib o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Yillar o'tgani sari ismimiz kamroq eslanadi. Oxir-oqibat bizdan faqat birgina surat yoki xira bir xotira qoladi. Bir lahza to'xtab o'yla. Mayda, ahamiyatsiz narsalarga sarflayotgan har bir soniyang qaytarib bo'lmaydigan hayotingning qimmatli bo'lagidir. Va nihoyat, ortda qoladigan yagona narsa afsuslarsiz, erkin va chinakam yashab o'tilgan hayotdir. Ko'p ham o'ylayverma. Shunchaki yasha.